Айыз имам осы мешітте байқайсыз ба? Енді жұмаға мен де кіріп тұрмын, намазға кіреміз. Ақсақалдар өкінішке орай сәл аз, байқайсыз ба? Жастар көп келеді ғой. Үлкен кісілер ауылда бар ғой, махаллада жоқ емес, бар негізі. Мешітке аз келеді негізі, байқайсыз ба? Оларды айыптай алмаймыз, оларға ренжи алмаймыз. Бірақ Құдай қаласа 20 жылда, 30 жылда осы келіп жатқан кісілер ақсақалдар болады, қалай не істейміз дегенім ғой. Енді біздің жастар келсе де қуанамыз, бірақ үлкендер жоқ болғаннан кейін мен айта алмаймыз оларға біз. Енді отбасындағы тәрбие, енді мүмкін естісе ақсақалдар ренжіп қалатын шығар деп жатырмын да. Оларды ренжіткіміз келмейді. Сол кісілер келсе мешіт әдемі болмайды ма дегенім ғой. Doğru айтасыз. Мәсжид şu ақсақалдар bilan өзгеше болады. Мәсжид жамааты. Çünkü yaşlarga yol ko'rsatadigan ақсақалlarımız her daim kerak, her daim zarur. Bizlar ham mana shu masjidga eng avvalo mana shu ustozimiz, Rahmal ustoz imom bo'lib turgan paytida, o'qishga kelgan paytimizda birinchi safda faqat ақсақалlar o'tirardi. Yoshi katta qariyalar. Masjidda imom bor yo'qligi muhim emas edi. Imom bo'lsa ham, bo'lmasa ham shunaqa tartib bo'lardi masjidda. Chunki qariyalarni ham shunga nimasi bor edi, ahamiyati bor edi. Ya'ni e'tibori bor edi. Shuning uchun hozir mana to'g'ri aytasiz, ancha qariyalarimiz o'tib ketdi. Alloh taolo o'zi rahmat yozsin. Hozir ham masjidlarda qariyalar bor. Masjidning oldingi saflarda o'tiradigan, lekin baribir avvalga qaraganda hozir azroq. Hozir yoshlar ko'p. Shuning uchun ham shu nasihatlarda to'xtamashimiz kerak ekan. Va yuqorida aytganimizdek, yoshlarga ham, mana shu jumadagi jamoatga ham, chunki ulamolar aytadi, banda faqat bandan tabiat shunaqa, pand nasihat bilangina yo'lga keladi deydi. Qayta shuni aytishlik bilan bir marta aytdik, yetadi-da demar ekanmiz-da. Imomlar ermasligimiz kerak ekan. Qariyalar, yosh kattalar, masjidning kattalari, shu ақсақалlar, shular hammasi birgalikda yoshlarni to'g'ri yo'lga tushishligida, to'g'ri yo'lda davom etishligiga va ular yuqorida aytganingizdek, ular ham vaqtlar kelib shu masjidimizni qariya ақсақалlarga aylanadi. Ular ham kelajak avlodga to'g'ri yo'lni ko'rsata biladigan darajaga yetishligi uchun masjid imomlari va masjid imomlarini yonida turgan qariyalarni roli juda ham katta ekan. Endi bizlar mana shu aytishlikda davom etyapmiz tarbiya haqida. Masjid o'zi shunaqa joy, mana hammamiz yaxshi bilamiz, masjidga kirganlar bu Alloh taoloning uyi. Ulamolar aytgan, bu dunyoda emas degan. Dunyoda mana yer ko'p. Ko'chaga chiqsak ham mana hozir boradigan joylarimiz, aylanadigan ko'chalar ko'p. Lekin shuncha katta joyning ichida masjidga kirsak, masjidning hovlisi, masjidning xonasi, ichkari xonasi bu Allohning uyi bo'lgani uchun uni ta'siroti boshqacha. U dunyoda emas. Shuning uchun masjidda dunyoviy gaplarni gapirishlikdan qaytarilgan.